Tarihine yetib keldik. Nasib endi hozir boshlang'ich kart o'tyapti. Yaxshi bo'ladi. Nastroy yaxshi. Jangovar har doim. Bobur aka, bu holatda jangga qancha vaqt oralig'ida tayyorgarlik ko'rdingiz va Sapingiz o'zingiz holatda aytib o'tsangiz aka? Bir oydan oshiq, 2 oyga yaqin tayyorgarlik ko'rildi. Nasib. Allohdan hammasi yaxshi. Qo'limizdan kelgancha qildik. Qolganini endi chiqqandan keyin bilamiz. Hozirgi jang qilayotgan hamyurtlarimizni hozir kartlarga qanaqa fikrdasiz? Zo'r. Janglar zo'r ketyapti. Ko'rasizlar, O'zbekistonda chiqib ancha jangchilarimiz bor edi. O'z boks bo'yicha nomeradimiz. Dunyoda endi xudo o'zi menimcha Kulachkada ham nomerada bo'lamiz. Xohlasa. Xudo xolasa aka. Aka, xudo xolasa mana shu jangingiz agar yuz yorug' bo'lsin deb tilab qolamiz. Rahmat aka, rahmat. Rahmat tilab qolamiz. Assalomu alaykum hammaga. Hozir bizda Shahobiddin egamiz va hozir razvedkadamiz. Shahobiddin aka, sizni ko'rganimizni xursandmiz. Bu holatingiz qanaqa? Bu jangga nasroylar? Assalomu alaykum yurtdoshlar. Xudo xolasa jangga tayyorgarlikni yaxshi qildik inshaalloh. Mana hozir ikkita paradan keyin jangim bo'ladi. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlanglar, nasroy zo'r. Shahobiddin aka, hozir press konferensiyada nimagadir Mahmud Anjumani Sapingiz juda hurmatsizlik qildi va bu holatingizda qanaqa, o'zingizda nimalar o'tdi demoqchi edim. Men faoliyatim davomida men sportda endi sportsmenman. Bunday holatga shu paytgacha duch kelmaganman. Lishniy bunday holatga men chiqaman, jang qilaman, o'zimni jangda ko'rsataman. Xudo xolasa shuni kechagi holatni jangdan keyin jangda xudo xolasa ko'rsataman. Shahobiddin aka, sizga ham omad. Chiroyli g'alaba qilishingizga ishonamiz aka. Butun O'zbekiston qo'llab-quvvatlaydi. Kattakon rahmat aka. Давай, чемпион, бокс kerak, чемпион. Omad, давай. Aka, nasroylar. Bomba chiqamiz. O'zimizga qilamiz, chiqamiz, faqat solishamiz. 1 gram o'g'il qarshi yo'q. Bugun yoki yo'li qilamiz. Chiqamiz. Ko'z ponga to'ltirib turamiz. Rubka bo'ladi, jo'stki bo'lib turadi. Xohlasa sola. Bobur qotgan. Голова в этом поединке победу разделим. Гостя Рустам Мирзарахимов.
Поднимай, Алис! Не жди! Начинай справа атаки! Побей справа! Давай сам начинай! Вот! Вот! Вот ты попадал, пускай!